Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohdek bot. Bugun PUBG Mobile'da eng qimmat top 5 akkauntni ko'rib chiqamiz. Video juda ham qiziq bo'lgan, shuning uchun bitta like bosib ko'ring, ko'proq odamga yetib borishi uchun va kommentariyaga обязательно o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Men hammasini o'qib chiqaman va like bosib chiqaman. Va biz yaqinda 100 ga bo'lamiz, shuning uchun obunani ham bosib qo'ying. Chunki bizda faqat qiziqarli va foydali video chiqib boradi. Ko'proq video chiqishi uchun, motivatsiya uchun albatta like, obuna esdan chiqmasin. Va yaqinda populyarniy battle keldi, Bugatti keldi, Real Pass keldi, u keldi, bu keldi, yaqinda Faraon keladi. Shunaqangi katta-katta yuzini ishonchli, xavfsiz olmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizdan olishingiz mumkin. UC admin lichkasini описаниyaga va kommentariyaga qo'yib qo'yaman. UC kerak, PP kerak, bemalol yozishingiz mumkin. Akkaunt ketib bermaymiz-da. Bu akkaunt bot akkauntning o'zining akkauntini ukam o'ynab o'tiribdi. Demak, biz boshladik. Xo'sh, birinchi o'rinda ko'radigan akkauntimizda, ya'ni balki siz akkauntni bilishingiz mumkin. Ya'ni Q8 akkauntning eski egasi Arduzay bo'lgan. Hozir u emas menimcha. Chiqib ketib qoldik. Hozir yana qaytib kiramiz Arduzay akkauntiga. Q8 ana. Xo'sh, bu akkauntda naq 41 ta zava bor. O'zi butun dunyo bo'yicha PUBG Mobile'da faqat 3 ta akkauntda shunaqangi 41 ta zava bor xolos. Ya'ni S2 dan hozirgacha bu sezon ham full zava olingan. Bu 3 ta xolos bu akkaunt. Ko'pchilik lekin mana shu akkaunt o'zida deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. 3 ta akkauntda shunaqa zava bor. Va bu akkauntda yangi chiqqan Bugatti'ni olib qo'yibdi, yaxshi. Va kolleksiyalik keladigan bo'lsak, xo'sh, 12 ta, ya'ni hamma X-suit full olingan va 179 ta prokachka, ularning hammasi full. Va 42 ta ultimate kiyim bor va jam ultimate'lari esa ko'rishingiz mumkin 83 ta. Mifiklari esa 1244 ekan. Va bu akkauntda qancha populyar ekan ko'ramiz. 1 milliard 130 ga populyarniy, yo'q, 1 milliard 130 million populyarniy bor ekan. Uzr, juda katta raqamni adashib ketdim. Populyarniy bor. Bu eng qimmat akkaunt PUBG bo'yicha. Endi esa ikkinchi akkauntni ko'ramiz. Aytgancha like bosmagan, hozir like bosib qo'ying, chunki video bunaqangi video hali O'zbekistonda hali hech kim qilmagan. Balkim qilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi akkaunt ham reytingni topishingiz mumkin. Bu uy reyting, ya'ni VIP. Bu VIPning akkaunti dunyo bo'yicha qiymati bo'yicha uzr, ikkinchi o'rinda turadi. Afsuski lekin kolleksiyasini yopib qo'ygan va zavasi ham 34 ta. Bu sezon zav oladigan bo'lsa 35 ta bo'ladi. Wow, просто easy. Va populyarnisi esa 682 million populyarnisi bor ekan. Yaxshi, zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi esa 3-o'rinda akkauntni ko'ramiz. Buni menimcha Ves o'zbek tanisa kerak. Ya'ni 2, ya'ni Knyazning akkaunti, eski egasi Knyaz bo'lgan. Bu akkaunt dunyo bo'yicha 3-o'rinda turadi, bu qiymat bo'yicha, narx bo'yicha. Bu akkaunt kolleksiyasi ham 98 va zavasi ham 20 ta ekan. Populyarni ko'rsatishim shart emas. 4 milliard qancha populyarni bir adashmasam. Va bu yerda 12 ta, ya'ni hamma X-suit full, PUBG'dek hamma X-suit olingan, full qilingan va hamma ultimate kiyim olingan va hamma ultimate soni 83 ta. Hammasi olingan. Afsuski lekin prokachka 2 ta kam. Arduzay akkauntida 2 ta kam. Arduzayda 179 ta prokachka bor edi, qurollar. Bunda esa 177 ta, 2 ta kam. Va Mifiga 1224 ta, uniki 1244 ta edi, 20 ta kam ekan. No lekin akkauntda PPS ancha ko'p. Buni ham o'ziga yarasha obro'si bor. Yana hammaga har xil, lekin bu statistika bo'yicha qo'yilgan narxlar. Shuning uchun u zo'r, bu zo'r deb meni mazmun yetirmaylar. Endi esa 3-o'rin bo'lsa 4-o'rin akkaunt ko'ramiz. 4-o'rin akkaunt ham populyarlikda reytingda bor. Ya'ni mana shu A degan akkaunt. Bu akkauntni
A degan niki original aniq o'zi, boshqa qo'shimchasi yo'q. PUBG chiqqan sразу nikni band qilganmi, sotib olganmi, bunisi menga qorong'u. Va buni partneri ham niki F. Bunda ham qo'shimchalarsiz yo'q. Bu klanida menimcha juda ko'p akkauntda A, B, G, D, Alphabet bo'lib yotibdi. Bular hammasi shunaqa band qilib qo'ygan menimcha. Xo'sh, kolleksiyadan ko'ra 20 ta zavasi bor ekan. Zavasi ham ancha ko'p. Kolleksiya keladigan bo'lsa 12 ta X-Suit hammasi olingan va hamma Ultimate kiyim olingan va hamma Ultimate bosh kiyim, o'zi kiyim, oyoq kiyim hammasi olingan va hamma sportkar ham bunda olingan. Hozir ko'rgan akkauntimiz hammasi bir xil pashtes donat bo'yicha. Mifi bo'yicha sal farq qilishi mumkin. Lekin prokachkasi 179 ta, ya'ni hammasi olingan desa oladi. Knyazga 177 ta edi, ikkita kamida, bu esa 179 ta ekan. Mifiga esa 1239 ta ekan. Ardizen akkauntidan atigi 5 ta Mifiga kam xolos. Zo'r. Va bu akkauntda populyarni ko'radigan bo'lsak, 1 milliard 450 million populyarnisi bor ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi esa biz top 5 oxir akkauntni ko'rib chiqamiz. Siz qaysi akkauntda bo'laysiz? Marhamat, mana shu yerda pauza qilib, komment yozib keting. Xo'sh, yozgan bo'lsangiz, biz esa ko'ramiz. Balki siz buni bilarsiz, bilmaysiz. Bu ham faqat YouTuberning akkaunt desa ham bo'ladi. Xo'sh, YouTuber populyar bo'yicha reytingda u odam bor edi. U odamni hozir men topaman. Bitta pokistonlik odam. Hozir men topishga qiynalyapman. Balki tepada qolib ketdimikan? Yo'q, tepada qolib ketdi. Ancha PPS ancha ko'proq edi uni. Ancha uni PPS ozgina ko'proq edi. Mana. Xo'sh, mana shu akkaunt. Bu pokistonlik katta YouTuber, katta streamer akkauntda. Xo'sh, bu akkauntda 973 million populyarnisi bor. Yaxshi, endi yangi chiqqan Bugatti'ni hammasini olgan. Bularni bilasizlar, puldan muammo yo'q. Va 4 ta zavasi bor xolos ekan. 4 ta zavasi bor ekan. Endi kolleksiya bo'yicha keladigan bo'lsak, mana 76298 ekan kolleksiya levelida va 12 ta X-Suit hammasi olingan. Va 42 ta Ultimate kiyim bor va jam Ultimate 83 ta hammasi olingan degani bu. Va 87 ta sportkar bor. Hammasi boyaga akkauntda hammasining bashti bir xil. Sportkar, Ultimate, prokachka deyarli hammasi bir xil. Va prokachkasi ham 179 ta prokachkasi bor va Mifiga esa 1226 ta. Top 1 akkauntdan atiga qancha? Xo'sh, 18 ta Mifiga kam ekan. No, lekin akkauntda bilasizlar, bunaqa deyarli 98% narsa olish bu nerealni noyob akkaunt desa bo'ladi. Shuning uchun bu akkauntni top 5 ga qo'shganmiz. Bu akkauntni biz shunchaki o'zini top 5 ga qo'shmaganman. Populyarnisi nimalari bor, Mifi, Ultimate hamma narsasi hisobga olgan holda bu statistika qilingan. Albatta kommentariyaga keyingi videoda qanaqa akkauntlar reytingini olib chiqay, buni albatta yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, hozirgacha like bosmagan va obuna bo'lmagan bo'lsangiz, dirs bosib qo'ying. Hammaga rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Qisqa vaqtda sizlar bilan shohdek bot bo'ldi.